Koreyadagi bu safargi oilaviy sayohatimiz Pusan shahriga bo'ldi va sayohat davomida Pusandagi 3 ta yangi lokatsiyani kashf qildim. Birinchi va 3-chi joylar men uchun noodatiy tajribalar bo'ldi. Kechki ovqatgacha sohilda maza qilib sayr qilgandan keyin ovqatlanish uchun birinchi manzil Gatten Sushi'ga kirdik. Bu yerda taomlar mijozlarning ko'z o'ngida yangi tayyorlanadi va o'zgacha tomoni sushilar konveyerda aylanib turadi. Siz istaganingizni olib yeyaverasiz. Narxlar har bir tarelkaning narxiga qarab har xil bo'ladi. Oxirida ularning soniga qarab umumiy summa hisoblanadi. Agar siz konveyerda aylanib turgan taomlardan boshqa taomni buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, ofitsiantni chaqirib buyurtma bersangiz bo'lar ekan. Ikkinchi manzil Rikorika kafesi. Bu yer sokinlikni yoqtiradiganlar, dengizni tomosha qilib maroqli suhbat qurib o'tirishni xohlovchilar uchun mos keladi. Biz yomg'irli kunda Pusanga kelganimiz uchun asosan mana shunday kafelarda vaqt o'tkazdik. Uchinchi manzil menga eng yoqqan joylardan biri bo'ldi. Bu yerda 11900 won to'lab istaganingiz ichimliklar va snacklardan olib dam olib o'tirsangiz, tashqaridagi manzaradan zavq olsangiz, xohlasangiz uxlasangiz bo'lar ekan. Ayniqsa talabalar uchun o'qib, charchaganlarida uxlab, snacklari tugab qolsa qayta-qayta olib chiqishlari uchun juda zo'r joy ekan.